bo'lsin. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi choch so'pillari. Kan bezman sal töven keldi. An hep beri? Temperaturamı töven keldi. Shundaqmi? Belki havo sovib ketgandikin shunda chiqyaptimdiki. Dada, o iş buldu mu? Bolam, bu davolash qilsam unumi bo'ladimi? Elbette. Eğer davalash so'sam mas kelib qolsa tezli unim ko'rildi. O chog'da og'riq azobini tatib yurmaysa. Ben doktorxonada yetib davolansam, men uydagilarga nima deyman? Mening bularni ansiritib qo'yg'im yo'q degina. Bularga yana bilimni davolaq qilib borman desam bo'ldi-ku. Xotirjam bo'l dadam, men hech kimga demayman. Doktorxonada men o'zim qarayman. Men cho'qim seni davolab saqaytman. Biz bunda vaqtni isrof qilavermaylik dada. Tezroq doktorxonaga borsak bo'ladi. Balalarım, şu belimning og'riqi yaqinda yana qo'zg'alib qoldi. Şuna men doktorxonada yetib davolanaymi deyman. Aka, beling yana og'rib qopti-da? Ozroq og'riryapti qara. Dada shundoq qila, ajab yaxshi. Doktorxonada yaxshiroq bir yetib chiqsang, ha? Yaxshi emasmi? To'g'ri. Dada yaxshi o'ylabsa, demisiz sen bir yaxshiroq davolansang bo'ladi ya. To'g'ri. Balalarım, men dadanglarga sizlarni boqaman deb ush bel og'riqqa qolgan. Şun bu qitim doktorxonada yatsa, hammanglar yaxshi boqsa dadanglarni, jimi? Qo'y, albatta. Yo'q, doktorxonada jasur bo'lgandikin, boshqalar hammanglar ishinglarni qilaveringlar. Shu. Xotirjam bo'lamma.
Ulan, Berna. Yenge. ne bo'ldi? Berna? Jasur bir nima dedimi? Berna? Berna. Ne bo'ldi? Mening bir ig'iz gapim ortiq ketmagan-da. Ay yo'q, aka. Biz hech ishni xato qilganda qilmadik-ku. Ya unda qish yo'q ammo. Tünüğün keç tazıraq gap talışıp qalğan to'q. Balkim shu gaplar esga kelib qolgan o'xshaydi. Sen qattiq gap qildingmi? Yo'q. Men kirib baqayman. Jasur, meni kechiraman. Xasta qilmadi. Hech qisi yo'q, yig'lamam. Ben bilganda siz qasdan qilmadingiz. Hech qisi yo'q. Yig'lamam. Hech qisi urushmabdi-da, shundoq. Ben do'konga chiqay. Ben ish qilmadim. Ha, balam. Ranani chaqirib qo'ya, ish kechib qolmasin. Baqlama. Parvar. Bugun nima bo'ldi bu balla boshqacha-ku? Qandoq deysa, aka? Tağa, sen mi şundaq his qildingmi? Meningcha bu balla bir xil o'zgarib qoldi. Yaqinning yaqbag'i shundaq muloyimlashib ketdi. Meningcha Jasurda o'zgarish bor. Qolganda da o'zgarish cho'ng emas-chimi? Ey opa, Jasur bekli muloyim bo'lib ketdi. Lekin u Qaysar bilan xislatmi? Boshqacha o'zgarib qoldi. Jasur. Oka. Berna hammani bildimi? Tünüğün keç bildi. Pek ciddileşip ketdim. Lekin o sır saqlayman dedi ya da. Aka. Dadan davalash qo'shildimi? Qo'shildi. Qo'shildimi? Shundoq. Ajab yaxshi o'tdi. Lekin dadam faqat bir haftalam yotaman deydi. Qo'shilgan bo'lgan yaxshi o'tdi ishqilib. Aka. Dadam davalash qo'shilgan ekan cho'qim saqayib ketadi, shundaqmi? Tirishib baqayli. Unda bo'lsa dadam bo'lsa qachayatdi ekan. Bugun doktorxonaga boramiz. Davolash bosqichi qarab yasi bo'ldi. Bo'ldi? Ketdingizmi? Oy, bo'ldi. Suqamda qağa o'xshamamsiz. Ha? Voy, Tunagambek yilinkii sal so'qit qağa o'xshaydi. Ha, voy sharpini taqang. Haqiqat qilg'inchi bu. Ay. Gapimiz anglab qolmagandi, ha? Yo'q. Bo'ldi, men ish qilmadim. Ha? Men birib qo'yay. Ha, yura. Sizlar kirkitinglar bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Dada. O'sha uyga kiryapsanmi? O'sha telefonimni bir yerga qo'ydimmi, topib. Qo'y. Yamchomda tumanda bor. Ha, topdim, bo'ldi. Sizlar-chi? Sirtdan kelyapsizlar-ku. Biz akam bilan achamni o'sib qo'yib kirgan. Shu. Tag'at, shimbada otgan to'g'ri. Ha, to'g'ri. Mening ozroq ishim bor. Men chiqaveray. Siz ishinglarni qilaveringlar, ha? Dadam yo'l oylab ma'asi. Ma'qul. Xo'sh, tag'at. Xo'sh bo'lam. Berna, kirsan bo'lamdi ukam. Kiradi. Yaxshi qoldingizmi? Yaxshi qoldim. Hadi o'tiring. Siz o'tiring. O'rniga qo'yib o'tiring. Berna, Jasur chiqinglar urushib qoldinglarmi? Atiyalik nashtida nimga yig'laysiz ukam? Nim bo'ldi?
Hech yo'q ada. Shu oylik kichik ishlar Jasur bilan bir ish to'g'riliq xapilishib qolgandiq. Undaq emas-tu. Jasur xislat Qaysar nachinglarda cho'qim bir gap bor. Yo'q ada, nima ish bo'ldi? Hech yo'q. Rost ish yo'qmi? Ham yoshurg'ida kishmi yo'q ada, jiq o'ylab ketibsiz. Rost ishnim yoshamdiq. Rost ish yo'qmi? Hay. Xislatning to'y to'g'riliq maslahatlashdinglarmi yoki tag'amga munosabat qilishlarmi? Ada, men rost bilmayman. Rost demamsiz. Endi xafa qolmajumu? Barna. Acha, Kirahan. Acaba odam cho'chitdingiz. xapma, acha, sizdan bog'lingiz bilmabdiman. Barnacha, sizdan so'raydigan gap bordi. Nim gap pativkam. Barnachami o'zida so'ray bo'ldi. Men dedim-ku, bir ishni yushiryapsizlar deb. Shunaqmi? Yo'q acha, unda ish yo'q. Hech ishni yushamdiq sizdan. Mendan yushiruncha bir o'yin o'ynayotganlarni bilmay qolamdi. Ha, bo'pti. Ay, ada. Acha, demagansiz-a? Demidim. Biroq shunda qo'rqib ketdim. Ana shu. Zaten himiştu. Halidul Gubla. Mening bir orzuyum bor. Buvamma kundum ona hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Turkan obaji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobejing. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırdı. Voy nimening? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro Suvda chekish şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Erteden başla Kudam müşetak deyip davalansın. Bo'ldi. 4 kishi yatakda yetaversin. Ankara, ma yatak, tinchroq. Birga yetib, sizlar mirab bo'lsangmi, qulayroq. Hey, qandaq davolashni degansiz? Ha, dedim. Yaxshi bo'pti. Unda bo'lsa, qandaq qiyinchilik bo'lsa mangda. Barliq kuchimiz bilan davolaymiz. Bulamda? Ma'qul. Rahmat dada. Manizan. Madem bir geldim. Acha. Voy, çıkmadı. Dadamchu, dadam kelolma. Bayağı ketgach kirmidi. Ne ketgan? Telefon qilmadingmi? Telefonim olmadi. Mana men keldim bolam. Dada, Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ular keldingizmi? Dada. Ha, Lider bilan ko'rishdingmi? ha, ko'rishib keldim. Qaysar. Sizlar uyga chiqqach turinglar bolam. Ha? Qizlar, bo'lmasa sizni uyga chiqqach turing. Po'lat qiladigan gapim bor deb. Qani Po'lat, o'tir paranglashaylik.
Qandaq kep bo'lsa davring olimka. Polat. Xislat ishkinglarning haqiqatan bir-biringlarga ko'ngillar bo'lsa, men bu ishinglarga qo'shildim. Rahmat. Rahmat olimka. Ayol kishi degan er kishiga o'xshamaydi. Ularning har bir ishga tutgan pozitsiyasidan tortib er kishilarga faqat o'xshamaydi. Xislat og'zi ishtik bo'g'ini bilan bak ko'ngli yaxshi bola. Siz er kishi bo'lgandan keyin ig'irroq bo'lasiz. Sizdan birli o'tindig'inim shu xislat azar tatib qolmasa, azar tatib qolsa, endi u bardoshlik berolmaydi. Xislatni sizga topshirdim bolam. Xotirjam bo'ling olimka. Menli bo'ldi-ekanmi? Xislat hargiz jabha tatib qolmaydi. Akam ahir qo'shilibdi-da. Ha. Dadam lider bilan ko'rishibdi-ku. Liderning Polatga deyishicha dadam to'y ishimiz qo'shilibdi. Oy. To'yni qachonroq bekitayli deyapsizlar? To'yni mush oyning oxirida kechikkandikilar oyning 5-ida qildigan bo'ldik. Hey? Mehmon chaldirab to'y qilsizlar? Shundaqmi, opa? Voy, shu emasmi? Bu to'yda kiydigan kiyimni buyursak. Ha, bu to'yga chiqibdimi? Ay, bundaq oldirab to'y qilishingda biroz sabab bormi ya? Voy, nim sabab bo'lmoqchi? Shu bir-birimizni yoqtiramiz, birga turmush kechirgimiz bor, shuning uchun to'y qilmoqchi bo'ldik. Shuni so'raysa. Seni agi berimiz deb bu uyda bo'lgan jang ozma? Cho'qim boshqa bir sabab bor. Voy. Hech qanday sabab yo'q, Shatutdek so'raverdim. Baqilaman kirgatdim. Hey, Xislat, to'yda nima kiyimiz? Yana? Deb beraman, men nima kiysam bular. Yana? Hey, bu ketgakmi? Qanday oldi ki? Yaxshi bo'pti. Bo'ptimi? Tag'am yasigan o'xshashibdi. Voy, yaxshimi? Radio stansiyasimi? Ana shu. Nima? Mening yozmalarim nima? Ma'qul. Ma'qul, rahmat. Atkershayli. Radio stansiyasi bo'pti. Ular mening yozmalarimni yoqtirib qopti. Voy. Ha, aydiqi. Men ko'rsatmagan xotiringizniki yozg'oldiringizmi? Ha, men qiziqishim bo'yicha mundaq yozib qo'ygandim. O'ylimga yana yoqtirib qopti. Meni arab tilida bir yozma ayting deydi o'taxi. Yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Rahmat. Voy, yaxshimada. Keldingizmi? Yaxshimi? O'tira. Sat bo'ldi, yo'l to'sliq qilib kechikib qoldim. Hech qisi yo'q, men kagiltiq uzun bo'ldi. Ha, tuyuqsiz meni chaqirib qolibsiz-ku. Shu to'yning aldirashchiligida sizning qishingizga salomg'im boramidim. Shu sirt do'stim ko'rishaylik deb chaqirgandim. Bo'libdi. To'yning kunini bekitdingmi ya? Siz bo'lganda mushayning oxiri kechikkandimmi kelar ayning 5-ida qildigan bo'ldik. Voy, pek yaxshi o'tdi. Muborak bo'lsin. Qarang Xislat. To'yning oldikayinda har qanday ishingiz bo'lsa tortinmay mangdan jumamisi. Ma'qul. Ila. Ne?
Ciddi bir kasallık kapsal ayarlayıp kaldım. Doğru düşen ha? Hech qisi yo'q. Dadamning davolanishi qachondan boshlandi? Ertadan başlayamiz. Rostmi? Ha? Eras. Doktorxona başlig'ining havolasidan dadamni ayrim yotoqqa o'tkazdim. Yana kelib butun davolanish chiqimini doktorxona ustiga olgan bo'ldi. Voy, nimda yaxshi. Dadamni uqdimi? Yaxshi, sal turib deyman. Ichib yaxshi-da. Qara Jasur. Men yanala hozircha doktorga bormay turaymikin deyman. Nima? Bu nima deb endi? Shu bolam qarorimni o'zgartdim. Bu sen turli bunda olib qolsan-ku. Men hammomdan bak ansirab qoldim. Hammomdan? Ha. Bu hammomdan nimaga ansiraysan? Ha, men doktorxonada yotgandan keyin u Parvar kunda yenimga bordi degina. Agar mening ahvolimni bilib qolsa, u bak tugishib ketadi. Uning bu holini hozir xiyol qilishga mumkinlanmayman. Agar yana unumasang, men hozir o'zim chiqib dey. Yatmog'ini men bir ko'ray. Hey. Men sana ishinib gap qilyaptim, Majmo. Bo'lyapman, dada. Lekin men hamma tayyorliklarni qilib bo'ldim. Uning ustiga men qaynatamg'imi deb bo'ldim. Endi yatmasam bo'lmaydi. Meni bunda yolg'itiyvermagina. Amsa sen bana bir ishga va'da bergan bo'lam. Nima ish? Bunda qilaylik qara. Men uydagilarga jutqi berib kelay deb qo'yay. Sen bana moslashib bergin. Ha, ma'qul, va'da beray. Ha. Shundoq deydi. Ha, shundoq qilsak bo'lg'udak. Bo'ldi, undan so'ng chiqay. Sen aram olayvergin. Jasur. Yana boshqa gap bormi? Agar bana tasodifiy bir ish bo'lib qolsa, hammanga undan qara. Uning dunyoda mendan boshqa hech nimasi yo'q. Sen baribir mening rolimni o'taydigan odam. Mendan keyin qolsa, u azor tatib qolmasin bilan. Sen xotirjam bo'l. Undaq bo'lmaydi. Hozir dadam o'liklarni bilib qolishni ansirab butun kuch bilan yurishga tirishyapti. Undaqda biz qanday qilamiz? Unga maslahat beramiz. Amsa dadam yurtqa borman desa ma'qul ekanmizda. Albatta ma'qul deymiz. Xuddi yurtqa borgandek yo'lga qo'yib qo'yishimiz kerak. Amsa biz doktorxonaga bormamdi. Yo'q. Bormaymiz. Bu yerda qanday ish bo'lib qolsa, men sizlarga xabar qilma. Jasur. Sen jafoda qildigan bo'lding ukam. Yo'q, edi. Bundaq dema. Men hozir dadamni ayrim yotoqqa o'rlashtirib qo'ydim. Hozir 24 soat uni qaraydigan sestra bor. Sizlar xotirjam bo'linglar. Jasur. Dadamdan kesildan saqlayish umidi bormi yo'q? Hozir yakunchi qamoq tez. Tirish boqay. Aka. Dadamni ayrılib qolsak bo'lmaydi. Qanaqlik bo'lmasin? Dadam cho'qim saqaydi aka. Ya bo'lmasa dadamni ishkirdiki cho'ng doktorxonaga olib ha? Arizotida. Qisat nimda da? To'g'ri. Xislat. Arizat. To'g'ri.
Güzel. Ay, bo'ldi. Sizlar chiqishtiringlar. Men ayrim paranglashim. Tağamnim kesel olup kaptı. Davalayamam dikensin ha? Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apa men keldim. Kızım, geldiniz mi? Huzur tögü sütü etken çeyi, yedingdan anamның mehrli yedini tapaman. Huzur tögü sütü etken çeyi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, xo'rlik, paxtalik, bambuk talaliq deb